Hozir ko'rgan odamlaringiz o'zi aslida unchalik ham xavfsiz emas. Albatta siz ularga inson kabi muomala qilsangiz. Salom do'stlar, demak sizlar bilan bugun Vengriya davlatida yashash yoki o'qish o'zida xavfsizmi degan savolga javob beramiz. Men o'zimda tajribamdan kelib chiqqan holda o'zimni xavfsiz his qilmoqdaman. Lekin men 100% xavfsiz demagan bo'lardim, chunki siz shaxsiy buyumlaringiz, telefon, hamyon, hujjatlaringizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Albatta gavjum joylarda. Befarosat. Va albatta xavfsizlik bu shaharlarga ham bog'liq. Masalan, ba'zi bir shaharlarda yuqoridagi kabi odamlar juda ham ko'p va o'zingizni xavfsiz his etishingiz mumkin. Lekin ba'zi joylarda esa siz ularni mutlaqo uchratmaysiz ham. Aslini olganda Vengriya tub aholisi juda ham mehribon. Bu haqda bitta to'liq video qilsa ham arziydi. Menimcha Vengriyaga tashrif buyurishda o'g'il va qizlarimizga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Lekin qizlarimiz karate yoki taekvondodan qora belbog' sohibi bo'lsa, bu foydadan xoli emas.